Hormiylar, men Ubaydulla realtorman Chirchiq shahridan. Uy-joy sotib olish bo'yicha men bilgan 6 ta qoida bor. O'shani bugun sizlarga o'rgatmoqchiman. Birinchisi hujjat, ikkinchisi lokatsiyasi, joylashuvi, uchinchisi texnik holati uy-joyni, to'rtinchisi maqsadlaringiz. Maqsadsiz olish bu noto'g'ri bo'ladi-da, siz muammoga kirib qolasiz. Beshinchisi to'g'ri investitsiya va oltinchisi bu sotish. Mabodo fikringiz o'zgarib qolib, qiynalib qolib sotaman desangiz, uni osonroq sotishingiz uchun, tezroq sotishingiz uchun to'g'ri tanlashingiz kerak. Birinchisiga to'xtalib o'tamiz. Masalan, siz mana shu uy-joyni reja qildingizda, olmoqchisiz, sotib olmoqchisiz. Egasi bilan gaplashishlarni boshladingiz, переговорlarni. Vaholanki, uni hujjatini ko'rmasdan turib, zaklad berishga haqqingiz yo'q. Mabodo u zapretda turishgan bo'lishligi mumkin yoki bo'lmasam u meros orqali qolgan tomonlar, keyingi tomonlar norozi bo'lib turgan bo'lishligi mumkin yoki propiskada bir qancha odamlar bo'lishligi mumkin. Vaholanki sizga hujjatini ko'rsatmasdan turib, egasi sotib olib, sizga muammoni sotib olgan bo'lib qoladi-da. Ko'p holatlarda gapiga ishonamizda, og'zaki gapiga ishonamizda, hujjatini tekshirmaymizda, shartda sotib olaveramiz. Bu biza uchun noto'g'ri, esingizdan chiqarmanglar. Ikkinchi qoidamiz bu joylashuv bo'ladigan bo'lsa, o'sha lokatsiyasiga e'tibor berishingiz kerak. Sizni o'sha rejalaringiz asnosida o'sha joylashgan, shu obyekt joylashgan yerda maktab, bog'cha, poliklinika, do'konlar, dorixona, maishiy xizmat uylari, qolgan hamma sharoit, imkoniyat, undan tashqari transportlarni, ya'ni mabodo mashinangiz buzilib qolsa, avtobus, marshrutka bilan tezroq yetib olishingiz uchun imkoniyat, sharoit bormi ko'rib chiqishingiz kerak har tomonlama. Uchinchisi o'sha texnik ko'rigi, texnik holati, to есть o'sha obyektni siz buni sotib olganingizda, bu joyni sotib olganingizda sarf xarajatga tushmaysizmi, kanalizatsiyasi dabdalami, yaxshimi, отопительный o'sha isitish tizimi joyidami yoki charchaganmi yoki bormi o'zi umuman, devorlari qanaqa, fasadi qanaqa, masalanda ichlari, xonalari, aboylari, podvali bormi yoki boshqasi bormi, gazi, sveti, o'sha holatlari qanaqa tekshirishingiz kerak, обязательно порядке. To'rtinchisi, тоже asosiysi, esingizdan chiqarmanglar. Maqsadingiz bo'lmasa, joy olishingiz befoyda bo'ladi. Sizning maqsadingiz qanaqa bo'lishi kerak? Ya'ni o'sha oila a'zolaringizni muammolarini hal qiladimi? Ularga qulay bo'ladimi yoki sabr qilib chidab yashaysizmi? Keyin yaqin 15 yil, 20 yil yoki 10 yil kamida prognoz qilganingizda shu uy sizga to'g'ri keladimi? Ya'ni bo'lsin qiz uzatasiz, bo'lsin o'g'il uylantirasiz va hokazo. O'shalarni ham ko'rib chiqishingiz kerak, prognoz qilishingiz kerak-da. Ana 5-chi bandimiz, bu qoidamiz to'g'ri investitsiyami? Masalan, siz sotib olgan obyekt, hozir sotib oldingiz, bo'lsin 100 so'm tursin yoki 150 so'm tursin, siz sotib olgan holatingizda 1 yil yashadingizmi, 2 yil yashadingizmi, 5 yil yashadingizmi, 10 yil yashadingizmi, bu obyekt, bu joy narxiga o'sadimi? Buni ham o'ylab ko'rishingiz kerak. 6-chi qoidamiz, eng asosiy qoidamiz, ko'pchilik odam e'tibor bermaydi bugungi kunda. Mana shu joy normalniy, bizga to'g'ri keladi, xonasi bor, yeri bor deydi, sotib oladi-da. Keyin rivojlanmaydigan rayondan yoki bo'lmasam qanaqadir bir muammoli rayondan olib qo'ygandan keyin qiynalib sotadi. O'zini pulini vaqtida chiqarib ola olmaydi. Mabodo sotmoqchi bo'lsa ham 1 yil, 2 yil davomida cho'zilib ketadi sotilish jarayoni. Hurmatli o'sha kuzatuvchilar, qanaqadir savolinglar bo'lsa yozinglar, qanaqa muammoni ko'rib chiqishimni masalan sizlar xohlagan bo'lardinglar. Men обязательно порядке o'sha muammoni sinchiklab yoritib berishga sizlarga harakat qilardim-da. Keyin xuddi shunaqa muammolar bilan to'qnash kelgan yaqininglar bo'lsa, o'shalarga jo'natib qo'yinglar, like bosish esingizdan chiqmasin. Ana shu aytib o'tgan qoidalarga sizlar amal qilsanglar, sizlar yutasizlar, yutqazmaysizlar. Bu sizlarning foydanglar. Harakat qilamiz haftada bir live hacklardan bir yaxshi sizlarga foyda beradigan qoidalardan aytib o'tishni. To'g'ri tushunasizlar. Mikrofonim hozircha o'zimda emas, qo'limda emas. O'shani hisobiga tez gapirdim, shamol gapimni olib ketib qolmasin dedim. Chirchiq shahridagi o'sha Jo'ravli haykalining oldida. Hozircha operatorimiz ham o'zimiz. O'shani hisobiga shunaqa video oldik. Ba'zida
tez gapiraman, xafa bo'lmaysizlar. Mana bu yoqda kanalimiz bor. Joy, obyekt, uy, biznes uchun joy umuman farqi yo'q. Sotib oladigan mahallingizda hujjatlariga, lokatsiyasiga, texnik holatiga, keyin o'sha maqsadingizga to'g'ri keladimi yo'qmi? Ana undan keyin to'g'ri investitsiya bo'ladimi? U obyekt 1 yil, 2 yil, 5 yil orasida narxiga o'sadimi? Keyin eng asosiysi niyatingiz o'zgarib qoldida, siz sotib ketmoqchisiz. U obyektni yoki kengaytirmoqchisiz yoki sotib biznes qilmoqchisiz. U sizni tasarrufingizda o'sha holatlarda oson sotiladimi? Mana shu qoidalarga amal qilib olsanglar, ishoninglar, sizlar yutgan bo'lasizlar. Salomat bo'linglar, charchamanglar.